Assalomu alaykum. Arab tili grammatikasi 4-dars. Bugun sizlar bilan yangi kitob bo'yicha ikkinchi darsni o'tamiz. Kitob bo'yicha ikkinchi dars, lekin bizni tartibimiz bo'yicha 4-darsga to'g'ri keldi. Sababi biz birinchi darsni 3 ta darsda qisqa holatda, ya'ni osonroq bo'lsin maqsadida bo'lib o'tdik. Demak, ikkinchi dars ekan bizning 4-darsimiz. Bu darsda biz sizlar bilan yana ko'rsatish almoshlari haqida gaplashishni davom ettiramiz. Biz shu paytgacha bitta hadha ko'rsatish olmoshi haqida gaplashdik. Va bugun esa ko'rsatish olmoshning uzoqqa ishora qiladigan ko'rinish haqida gaplashamiz va bu zalika. Zalika. Zalika degani anavi yoki ba'zi o'rinlarda o'sha degan tarjimani beradi va bu muzakkar uchun, ya'ni erkak jinsi uchun va birlik so'zlar uchun va uzoqqa ishora qiladigan ko'rsatish olmoshi. Zalika deganda o'zingizdan uzoqda turgan erkak jinsidagi so'zni, aytaylik insonni yoki bir muzakkar so'zdagi hayvonmi, boshqa bir narsani ko'rsatganda ushbu so'zdan foydalanasiz. Aytaylik, hada kitob, bu kitob, va zalika qalam, va anavi ruchka, anavi qalam. Zalika anavi deb tarjima qilinadi. Zalika. Xo'p. Ma zalika. Ma zalika anavi nima? Zalika najm. Zalika najm anavi yulduz. هذا مسجد. هذا مسجد. بو مسجد. وذلك بيت. وذلك بيت. وأنا أي. هذا مسجد وذلك بيت. هذا حصان. هذا حصان. بوأت. وذلك حمار. وذلك حمار. وأنا إشك. أذلك كلب. أذلك كلب. أنا إت ما. لا. ذلك قط. يوق. أنا مشك. ما ذلك. ما ذلك أنا نما. ذلك سرير. ذلك سرير أنا كرافات. نابتجس. من هذا ومن ذلك. من هذا بو كم ومن ذلك وأنا كم. هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس. مدرس أقتوشة ديانا. إمام إمام. وذلك إمام وأنا إمام. demek bu o'qituvchi va ana va imom. Ma zalika. Ma zalika ana va nima? Zalika hajar. Zalika hajar ana va tosh. Hada sukkar. Hada sukkar. Bu shakar. وذلك لبن. وذلك لبن. وأنا سut. Laban sut. Sukkar shakar. Hajar tosh degani. Va darsimizni davomida mashq bor ekan. Mashqni iqra va kitub, ya'ni o'qing va yozing debdi. Birgalikda o'qiymiz va siz odatga ko'ra videoni pauza qilib o'zingiz mustaqil tarzda o'qib tarjima qilasiz va undan keyin meni o'qiganim bilan o'zingizni tekshirib oling. Birinchisi, hada sukkar va zalika laban. Bu shakar va anavi sut. Ikkinchisi, man zalika. Man zalika. Zalika imam. Anavi kim? Anavi imom. Uchinchisi, azalika qitt. Azalika qitt. La, zalika kalb. Anavi mushukmi?
yo'q, anavi it. Ma hada, ma hada bu nima? Hada hajar. Hada hajar bu tosh. Al kalimatul jadida. Al kalimat so'zlar al jadida yangi so'zlar, ya'ni har dars oxirida odatda yangi so'zlar berib boriladi. Imam, imom, hajar, tosh, sukkar, shakar, laban, sut. Demak, bu darsimizda sizlar bilan o'rgangan eng yangi narsamiz uzoqqa ishora qiladigan muzakkar birlik uchun ishlatiladigan ko'rsatish olmoshi zalika bo'ldi va unga qo'shimcha tarzda bir necha yangi so'zlar berildi. Mustaqil tarzda o'zingiz mana shu paytgacha ko'rilgan, o'tilgan darslar davomida yodlangan so'zlar ishtirokida har xil gaplar tuzing. Masalan, birinchi darsni yangi so'zlar bilan bugungi darsni kombinatsiya qiling. Aytaylik, anavi kitob, zalika kitab, anavi kravat, zalika sarir, anavi masjid, zalika masjid. Yoki bugungi yangi so'zlar bilan birinchi darsdagi qoidani aytaylik. هذا لبن bu sut, هذا sukkar bu shakar, هذا hajar bu tosh kabi mustaqil tarzda o'zingiz o'zbekcha gaplarni yozib, yoniga arabcha tarjimalarni qiling va albatta so'zlarni yod olib boring. Esingizda bo'lsin, harakatsiz gaplarni, harakatsiz kitoblarni o'qish uchun o'quvchi ikki xil narsani yaxshi bilishi kerak. Biri grammatik qoidalar va ikkinchisi so'zlar. So'zlarni agar bilmasangiz, siz u so'zni nima ma'no berishini bilmasangiz, hech qachon harakatsiz kitoblarni o'qishingiz qiyin bo'ladi, o'qolmaysiz. Shu sababli albatta so'zlarni yodlab borishingiz kerak. Salomat bo'ling.